Assalomu alaykum hurmatli iste'molchilar, yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Agar siz 35 yoshdan oshgan bo'lsangizda, sizda ko'proq klimaks bezovta qilayotgan bo'lsa, qizib sovushlar, suv terlash holatlari bo'layotgan bo'lsa, asabiylashgandan keyin tez o'ziga kela olmayotgan bo'lsangiz, sizni charchoq tark etmayotgan bo'lsa, kechqurun tunda suv tellab uyg'onib, yuragingiz hapqirib ketib, davleniyalaringiz o'ynab ketayotgan bo'lsa, aynan mana shu ikkita narsamiz sizlar uchun juda ham yaxshi narsa. Bu qizil korobkaning ichida goji mevalari, do'lana, xrizantema gullari bor. Bundan tashqari mana shu lapuh deymiz, juda ham yaxshi narsa. Buni tarkibida chilonjida, salotka, poreo kokos degan qo'ziqorin aralashmasi. Bu ham sizni asab tizimingizni yaxshilaydi, uyqungizni yaxshilaydi, ovqat hazm qilishingizni yaxshilaydi. Badandagi ortiqcha yashirin shishlarni ham yo'qotish xususiyatlari bor. Imenda mana klimaksdan aziyat chekayotgan, kortizoli yuqori bo'lgan, uyqusi yaxshi emas bo'lgan insonlarga juda ham yaxshi tavsiya qilamiz mana shu narsalarni. Bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Qizil korobkamizda bu yerda 362 ming so'm bo'ladi. Bu ko'k korobkadagisi 234 ming so'm. Olib bitta o'zingiz maza qilib foydalansangiz bo'ladi. Hatta oilaviy iste'mol qilsangiz ham yaxshi narsa. Klimaksdan qiynalayotgan, suv terlaydigan, doim charchoq, vohma, stressdan chiqib keta olmayotgan, salga yuragi urib ketadigan insonlarga mana dilim o'ynaydi. O'sha holatlarda juda ham yaxshi tanlov.